Assalomu alaykum Farhod Tohirovich kanal obunachilari. Mana hozir anchadan beri video qo'ymagan edim. Bugun bir video chiqardim. Ko'pchilik uzoqlashib ketgan bo'lishi mumkin bu kanaldan. Ya'ni hozir qisqaroq qilaman gapimni tushuntirmoqchi bo'layotgan bu hozirgi tayyorlayotgan videomdan asosiy maqsad bir Telegram kanal ochildi. Yandeksdan norozilik degan kanal. Taksistlarimizni, haydovchilarimizni shu kanalga obuna bo'lishlarini, kirishlarini, o'tdagi suhbatlarni Yandeksdan qanaqa noroziliklar bo'lib o'tayotganini xabardor bo'lishingizni istagan holda bu videoni tayyorlayapman. Hozir mana sizlarga hozirda qisqagina ko'rsatib o'taman. Bu kanal haqida ma'lumot beraman. Juda ham ko'p o'zingizga foydali narsalar. Tekstil mostiga radar qo'yishyapti. Ehtiyot bo'lamiz bolalar. Shunda Bratskidan kelib tekstilning mostiga yetmasdan ikkita radar qo'yapti. Bu yoqda ham qarab. Xullas bu kanalda ancha-muncha foydali narsalarni eshitishingiz mumkin, o'zingizlarning taklifinglarni bildirishingiz mumkin. Mana kanal admini. Okajon, assalomu alaykum. Hormang, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi dam oldingizmi? Oka, men bugun kechqurun bitta ideya tashiyman. Qarab o'qirsiz, o'shanda bitta narsa qilamiz. Lekin hozir dalil moment borgandan foyda yo'q, aka. Sal teparoqda sababini yozganman, to'g'ri aytganman agar. Kechqurun aytaman deyotganimning sababi aka, o'ylagan narsamni oldin o'zim qilib ko'ray, agar misol uchun normalniy bo'lsa, keyin qolganlarga ham aytsam bo'ladi. Hamma yozib yotibdi. Miting qilaylik, boraylik, 1000 ta, 2000 ta, 100 ta, 200 ta, 50 ta deb. Bu ham noto'g'ri. Davlat organlari va tashkilotlar, korxona va muassasalarning ish faoliyatiga to'sqinlik qilish ham, ya'ni ish faoliyatiga to'sqinlik qilinadi. Borgandan keyin ishlayotgan xodimlarning ish faoliyatiga to'sqinlik qilinadi. Bu ham jarimaga tortishga sabab bo'ladi. Shuning uchun miting ham kerak emas, haydovchining o'zi harakat qilishi kerak. Okajon, men bermoqchi bo'layotgan taklifim Yandexni o'chirib qo'yib, bir kun o'chirib qo'yiladi degan narsa emas. Sal boshqacharoq. Prosta shu aytayotganimda, pichoqni oldin o'zing ur, orimizni birovga deyishgan. Shu pichoqni oldin o'zim urib ko'ray, orimizni keyin sizlarga ham uraman, aka. Tushundingizmi gapimni? Shuning uchun kech-kecha sabr qilib turinglar, iltimos. Bu yerda men nima desa bo'ladi, so'kib bunaqalar yozish shart emas, aka. Bu yerdagilar misol uchun nima desa bo'ladi, maqsad bitta. Endi to'g'ri, misol uchun boshida bir kunda, 2 kunda deyilgan bo'lsa, va bir misol uchun hammadan har xil taklif chiqyapti, boshqa chiqyapti. Men oddiy misol bu gruppani ochgan paytimda men bexabar edim, shu oldin ham odamlar shu 15 ta 20 ta bo'lib borib, misol uchun shu narsalar muammolarni aytganidan keyin to'g'ri tekst javobini olib kelganida meni xabarim yo'q edi. Agar misol uchun shu narsadan dal xabarim bo'lmaganda, men davno o'sha borib bo'lgan bo'lardi, 15-20 kishini yig'ibdi. Biz ham shunaqa tekst atvetni eshitib kelib, o'sha hamma yo bosib o'tib ketgan bo'lardi, eski tos, eski hammom bo'lgan bo'lardi. Hozir maqsad boshqacha, aka. Kattaroq narsa xohlamoqda hozir. Bu kattaroq narsa deganda, o'sha maqsadga quruq gapga emas, konkret rezultatga erishish xohlamoqda bu yerda. Xullas, do'stlar, mana qisqacha kanal haqida hozir sizlarga ma'lumot berdim. Tushunchaga ega bo'lishingiz uchun bu kanalga o'tishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanaliga shu Yandex hozir mana esimdan ham chiqib qoldi. Yandeksdan norozilik degan kanal, ya'ni haydovchilarimizni shu kirada aytganda, o'zini o'zbekcha gapda gapirganda, shu kirada yurgan okalarimiz, haydovchilarimiz bugungi kundagi vaziyatni ko'rib bilib yurishibdi, xabarligi bor. Hammani bu birlajenidan foydalanadiganlarning hammasini xabari bor. Juda ham uchmuch taqalgan holatda ish bo'lyapti. Men o'zim ham chiqa olayotganim yo'q, arenda ham to'la olayotganim yo'q, 4 oy to'la olmadim, buyog'iga ham mana shu ahvol. Bu gruppani ochishimizdan maqsad odam ko'paysa, biz bu Yandex bizga kirib keldi-ku, bizani
yo'llarimizga, mahallalarimiz ichiga, talablarga hech qanaqasiga javob bermaydi, lekin bizani taksistlarimiz majbur bo'lgan holatda bu предложениeni ishlatishyapti. Nimagaki, hamma klientlarga qulaylik yaratilgan bu programmada. Umuman taksistlarga foyda bo'layotgani yo'q. 12% dan yechib oladi. Eng past startda yurgan odamnikini ham Matiz mashinaga faqat startda yurish mumkin, o'zingizlar bilasizlar. 12% dan yechyapti. Yana boshqa xullas Telegram kanalga kirsanglar, bu yerda hammasi xullas Telegram kanalga kirsanglar, hamma savollariga ham javob bor. O'zingizlarni nimalarni ham bildirasizlar. Hozirda birinchi maqsad hamma bu kanalga obuna bo'lsa, ko'paysa, hamma mana shu yurtdoshlarimiz, taksistlarimiz xabardor bo'lsa bu narsadan, keyin bir narsaga xulosa, ko'pchilik bilan bir xulosaga kelib, bu предложениeni bizga kerakmi, kerak emasmi muhokamasini qilish uchun bu videoni sizlarga qo'yaman. Xullas kanalga o'tasizlar. Maqsadim, iltimosim, sizlardan talabim shu. O'z xohishinglar bilan hech kimni majbur qilinmayapti bu kanalga. Bu Yandexga ham qarshi urush qilinayotgani yo'q. Shunchaki biz o'zimizni haqqimizni talab qilishimiz mumkin. Biz O'zbekistonda yashayapmiz. Demokratiya bor. Shuning uchun har kim o'z so'z erkinligidan foydalanishga bemalol teng huquqli. Shuning uchungina o'tib o'zingizlarning fikringizni bildirishinglarni istab qolaman. Hammangizga e'tibor uchun rahmat. Farhod Tohirovich kanalini kuzatishda davom eting.